Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana biz bir singilli xonadoniga keldik. 5 yildan beri kasal bo'lyapti. O'shanga bir sizlardan yordam qilishlaringizni, ihson qilishlaringizni so'rab qolmoqchi edik. Singilli uyga kelgan, o'shaning uchun xohlagan odam ko'nglidan chiqarib, mana biz kasal emas, biz tanijonimiz sog'. Allohga shukr. Mana singlimizga shunday dard bergan ekan. Allohim shunga shifo bersin. O'shaning uchun sizlarga bir murojaat qilmoqchiman. Shu singilli bir kuzatishda davom eting. Qo'ldan kelsa tarqatingizlar. Karta raqamini, nomerini tashlab ketaman. Qo'llaringizdan kelsa bir yordam qilingizlar. Men qo'limdan kelgani ijtimoiy tarmoqqa chiqarib bermoqchiman o'zining rozachiligi bilan. O'shaning uchun bular bir opasi Rossiyada ishlab yordam qiladi, ukalari yordam qiladi. Shu order olishlariga bir tepadagi mutasaddi idoralar qo'ldan kelsa yordam bersalaringiz deb umid qilardim. Kim ihson qilsa Allohim ko'radi. Ihson odamning o'ziga kafil. Sog' olaman desa yuring, bemorni ko'ramiz. Biz singlimizda bir bemorni ko'rib keldik. Qo'ldan kelsa ihson qilingizlar, mana shu singlimizga bir yordam qilsalaringiz, Allohim sizlarni qilgan ihsonlaringizni Xudoyim ko'radi. 1,5 yil bo'ldi, 2 yildan beri yotib qoldim. 2 yildan beri yotib qolgan ekan. Ukalari bir qarashadi qo'ldan kelgancha. Sizga biz qanday yordam qilamiz? Odamlarimizda nima? Bizni bunimiz qani karta qo'ysak sizlarga ihson qilib ketaversalaringiz Allohim ko'radi. Singlimizni oyog'i singan ekan. Mana shu o'rta olishlarda pul sharoiti to'g'ri kelmagan ekan. Mana shu pul sharoiti o'rtaning ham navbati o'tib ketgan ekan. Hozir singlimizga qo'ldan kelsa ihson qilaylik. Mana shu kartalarni qo'yib ketamiz. Qiynalgan onasi boqadi, singlisi Rossiyada u yordam qiladi qo'ldan kelsa. Ihson qilsalaringiz qo'llaringizdan kelsa mana shu Xudoyim shu singlimizni yaxshi ko'rgan ekan, dard bergan ekan shu singlimizga. Oyog'i protez qo'yish kerak ekan. Oyoq o'zi 10 million ketish kerak bo'lgan joyiga pul bo'lmasdan qilaman. Endi 10 million ketadi, 45 million ketadi deb dardini aytayapti. Singlim siz orderlarda qiynalmadingizmi olishlarda? Orderlarda 5 oy kutdim, chiqdi. Aytgan pallasiga borolmadim. Pulim bo'lmadi. Navbatim o'tib ketdi endi 35 million, 45 million ketadi deyapti. Shuni oyog'im yaxshi bo'lib yuradi, shuni davolasa dedi. Shuni Kelsiz to'liq yurib ketasiz. Yurasan deb aytyapti. Oyog'ingizga protez qo'yish kerak-a? Protez qo'yish operatsiya qilar ekan. Order navbatim o'tib ketdi. Endi pul bo'lsa qayerga termiz qilaman, Toshkent qilaman qiladi. Chet mamlakat shart emasa, shu yerda yordam qilsa oyog'ingiz yurib, shu yerda yordam qilsa ham yurib ketadi deyapti doktorlar. Singlimizni dardlarini eshitdilaringiz, qo'ldan kelsa odamlarimiz yordam beraylik. Ihsonning katta kichigi bo'lmaydi. Ihson qilsangiz, yashirib bersangiz sadaqani savobi ko'proq ko'rsatib bergan. Savobi ko'proq mana shunday. O'shaning uchun mana shu singlimizga bir yordam qilishdi. Bir iltimos qilamiz xalqimizdan, qo'llaringizdan kelsa, mana shu singlimiz otasi yo'q, bu singilning bir opasi qarashib yotadi, onasi bor, otasi o'tib ketgan.